Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Endi nimalar taqiqlanadi? Qaysi holatda pensiya to'xtatilishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin? Va eng muhimi, oddiy odam bilmay turib xatoga yo'l qo'ysa, keyin qanday muammoga duch keladi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo yoki yaqin qarindosh bor. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yetkazing. Avval ko'pchilik pensiya masalasiga juda oddiy qarardi. Yoshga yetdingiz, hujjat topshirdingiz, pensiya tayinlandi. Keyin har oy pul tushaveradi. Kimdir bank kartasidan oladi, kimdir naqd shaklda oladi, kimdir farzandining kartasiga o'tkazib qo'yadi, kimdir ishonchnomasi orqali oldiradi. Lekin hozirgi tartibda pensioner bilan bog'liq ma'lumotlar ko'proq elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Ya'ni fuqaroning ish joyi, daromadi, yashash joyi, vafot holati, xorijga chiqib ketgani, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik asoslari, bankdagi harakatlar va boshqa ma'lumotlar turli bazalarda ko'rinadi. Shu sababli endi bilmay qoldim. Oldin shunday qilardik. Mahallada hamma shunday qiladi. Degan gaplar har doim ham yordam bermaydi. Agar pensiya noto'g'ri asosda olingan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Ba'zi holatlarda pulni ixtiyoriy qaytarish so'raladi. Ba'zi holatlarda ushlab qolish bo'ladi. Ayrim og'ir holatlarda esa huquqiy javobgarlik masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Men bugun aynan shuni oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Eng avvalo, pensionerlarga endi taqiqlanadi deganda hamma pensionerga bir xil taqiq qo'yildi degan ma'no chiqmaydi. Gap asosan pensiyani noqonuniy olishga, boshqa odam nomidan pul yechishga, o'zgarishlarni yashirishga, to'g'ri hujjat bilan nafaqa yoki pensiya olishga, vafot etgan odam nomidan to'lovni davom ettirishga va shunga o'xshash holatlarga boradi. Oddiy pensioner o'z pensiyasini qonuniy olayotgan bo'lsa, qo'rqishi shart emas, lekin tartibni bilishi shart. Birinchi muhim holat, pensioner vafot etgandan keyin uning pensiyasini olish taqiqlanadi. Bu juda og'ir mavzu, lekin amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. Masalan, otaxon 25 may kuni vafot etdi. Pensiya esa odatda har oyning ma'lum sanasida kartaga tushadi. Farzandlari bu oy ham tushibdi, demak olish mumkin deb kartadan 1.200.000 so'm yechib oladi. Ular bu pul otaxonning o'ziga tegishli deb o'ylashi mumkin. Lekin vafot sanasidan keyingi to'lovlar qonuniy asosda tekshiriladi. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlar bu summani qaytarishni so'rashi mumkin. Bu yerda muhim nozik jihat bor. Pensioner vafot etgan oy uchun to'lov qanday hisoblanishi, qaysi davr uchun pensiya to'langani, qaysi sanadan to'xtatilishi alohida tartibga bog'liq. Shuning uchun men doim aytaman, yaqin inson vafot etgandan keyin uning kartasidan shoshilib pul yechmang. Avval FHDga orqali o'lim qayd qilinganiga, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga ma'lumot yetib borganiga ishonch hosil qiling. Agar xarajatlar, masalan dafn marosimi bilan bog'liq yordam puli yoki meros masalasi bo'lsa, buni alohida tartibda rasmiylashtirish kerak. Ikkinchi holat, pensionerning bank kartasidan boshqa shaxsning muntazam foydalanishi. Ota-onaning kartasi farzandida turishi o'z-o'zidan jinoyat degani emas. Chunki ko'p qariyalar bankomatga bora olmaydi. Telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Lekin bu yerda rozilik va huquqiy asos juda muhim. Agar pensioner tirik xushyor o'z roziligi bilan farzandiga pensiyamni olib kel desa, odatda muammo bo'lmaydi. Ammo keyin nizoli vaziyat chiqsa, masalan boshqa farzandlar onamizning pulini ukamiz o'ziga ishlatgan desa, bank yechimlari pul yechilgan sanalar kim foydalangani tekshiriladi. Shuning uchun katta summalar bo'lsa, pensionerning rozligini yozma shaklda mustahkamlab qo'yish, ishonchnoma qilish, kamida oila ichida shaffoflikni saqlash kerak. Misol keltiraman. Onaxonning pensiyasi 1.300.000 so'm. Karta kelinida turadi. Har oy pul yechiladi, oziq-ovqat, dori kommunal to'lovlarga ishlatiladi. Agar hamma narsa onaxonning ehtiyoji uchun sarflansa, oilada kelishuv bo'lsa, bu hayotiy holat. Lekin shu kartadan kredit to'lash, boshqa odamning qarzini yopish, telefon yoki maishiy texnika olish uchun foydalanilsa, keyin bu moliyaviy da'voga sabab bo'ladi. Pensionerning puli birinchi navbatda pensionerning o'z ehtiyojlari uchun ishlatilishi kerak. Uchinchi holat, ishga kirgan yoki daromad olgan pensionerining ayrim turdagi to'lovlar bo'yicha ma'lumotni yashirishi.
yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin hamma nafaqa va pensiya turlari bir xil emas. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik bo'yicha to'lovlar, ijtimoiy nafaqalar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki daromad mezoniga bog'langan yordam pullarida qo'shimcha shartlar bo'lishi mumkin. Agar odam o'zgarishni yashirsa, keyin tizimda ish staji. Soliq to'lovi yoki mehnat shartnomasi ko'rinadi va ortiqcha to'lov qayta hisoblanadi. Masalan, bir ayol o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Farzandi esa ma'lum yoshgacha shu asosda to'lov oladi. Keyin farzand o'qishni tugatadi yoki ishga kiradi. Lekin oila bu haqda xabar bermaydi. Bir necha oy yoki bir yil davomida to'lov kelaveradi. Keyin tekshiruvda asos tugagani aniqlansa, o'sha davr uchun to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin. Bu yerda pul tushdi, demak meniki degan yondashuv xavfli. 4-holat yashash joyi va xorijga chiqish bilan bog'liq masala. Pensiya vaqtincha boshqa viloyatda yashash yoki davolanish uchun boshqa joyga ketishi mumkin. Bu odatiy holat. Lekin doimiy yashash joyi o'zgarsa, xorijga uzoq muddatga chiqib ketilsa, ayrim to'lovlar bo'yicha qayta rasmiylashtirish yoki xabar berish zarur bo'lishi mumkin. Ayniqsa bank kartasi O'zbekistonda, pensioner esa chet elda bo'lsa, pulni kim olayotgani pensionerning o'zi bundan xabardormi? To'lov olish huquqi saqlanadimi degan savollar paydo bo'ladi. Hayotiy misol. Otaxon Rossiyadagi farzandining oldiga o'lto'yga ketdi. Pensiya kartasi uyda qoldi. Katta o'g'li har oy pensiyani yechib, otam qaytganda beraman, deydi. Agar otaxon bilan aloqa bor, rozilik bor, pul saqlanyapti, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin otaxon kasal bo'lib qolsa, hujjat kerak bo'lsa yoki aka-ukalar o'rtasida kelishmovchilik chiqsa, kim qancha oldi, nimaga ishlatdi degan masala darhol huquqiy tus oladi. Shuning uchun bunday holatda ishonchnoma yoki bank orqali rasmiy vakillik eng to'g'ri yo'l. 5-holat, nogironlik guruhi yoki tibbiy xulosa asosida olinadigan to'lovlar. Agar pensioner nogironlik bo'yicha pensiya yoki qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati, guruhning o'zgarishi, mehnatga layoqat darajasi juda muhim. Ba'zan odam oldin hujjat topshirganman, bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda qayta ko'rikdan o'tish, hujjatlarni yangilash talab qilinadi. Agar nogironlik guruhi o'zgarsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Agar asos tugagan bo'lsa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Fuqaro 2-guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Keyingi ko'rikda holati yaxshilanib, 3-guruh belgilanadi yoki muddat uzaytirilmaydi. Agar bu ma'lumot tizimda kech aks etsa va eski miqdorda pul tushsa, keyin farq qaytarilishi mumkin. Shuning uchun tibbiy xulosa o'zgargan kunni, hujjat raqamini qaysi idora nima degani yozib qo'yish kerak. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Pensiya kartasiga pul tushishi har doim ham bu pulni xohlagancha ishlatish mumkin degani emas. Bank faqat to'lov vositasi. Huquq esa pensiya tayinlangan asosga bog'liq. Agar asos o'zgargan bo'lsa, bankdagi pul ham keyin nizoga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik masala ishonchnoma muddati. Ko'p odam notariusdan ishonchnoma qiladi, lekin uning muddatini unutadi. Ishonchnoma tugaganidan keyin vakil pul olishni davom ettirsa, bu huquqiy muammo keltirib chiqaradi. Shuning uchun ishonchnomada aniq yozilishi kerak. Kim vakil, qaysi pensiyani oladi, qaysi bank yoki idorada harakat qiladi. Muddati qachongacha? Agar pensiyaga yotib qolgan bo'lsa, uyga notarius chaqirish imkoniyatlari haqida so'rash kerak. Ba'zi joylarda sayyor xizmatlar mavjud. 3-nozik masala pensionerning o'zi rozilik berganini isbotlash. Og'zaki rozilik oilaviy hayotda yetarli ko'rinadi, lekin nizo chiqqanda zaif bo'ladi. Men amaliy maslahatimni aytaman. Agar pensionerning pulini farzandi boshqarayotgan bo'lsa, har oddiy daftar yuritsin. Masalan, iyun oyi pensiyasi 20.600.000 so'm tushdi. 400.000 so'm dori, 300.000 so'm oziq-ovqat, 120.000 so'm kommunal, 200.000 so'm shifokor qolgan. 30.000 so'm onaxonning o'ziga berildi yoki saqlandi deb yozib qo'yilsin. Bu rasmiy buxgalteriya emas, lekin oila ichida shaffoflikni saqlaydi. 4-nozik masala plastik kartani, PIN kodni va SMS xabarlarini boshqa odamga berish. Men buni juda ehtiyotkorlik bilan aytaman. Keksa odamga yordam berish boshqa, uning moliyaviy nazoratini butunlay tortib olish boshqa. Agar pensioner telefoniga kelgan SMSni ko'rmaydi, karta qayerda ekanini bilmaydi, pul qancha tushayotganini bilmaydi,
Bu xavfli holat. Qonuniy jihatdan ham, insoniy jihatdan ham pensioner o'z puli haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak. 5-nozik masala kredit va qarzdorlik. Ba'zi pensionerlar farzandiga yordam beraman deb kredit oladi. Kafillikka o'tadi yoki kartasini kredit to'loviga bog'lab qo'yadi. Keyin pensiya tushishi bilan qarz ushlanadi. Bu taqiqlangan holat bo'lmasligi mumkin, lekin juda xavfli. Pensionerning asosiy daromadi pensiya bo'lsa, u dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlardan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga har qanday kredit hujjatini imzolashdan oldin kamida 2 marta o'qishni, tushunmasa, mustaqil maslahat olishni tavsiya qilaman. Bolam aytdi, imzo qo'ydim degan gap keyin bank oldida yordam bermaydi. 6-nozik masala. Hujjatlarda kichik xatolar. Familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana eski pasportda boshqa, mehnat daftarchasida muhr noaniq, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumoti topilmayapti. Bular pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan odam kam pensiya olayotganini yillar o'tib biladi. Ba'zan esa aksincha noto'g'ri hisoblangan ortiqcha pul keyin qaytarilishi so'raladi. Shuning uchun pensiya tayinlanganda hisob-kitob varaqasini, staj qanday olinganini, ish haqi qaysi davr bo'yicha hisoblanganini tekshirtirish kerak. 7-nozik masala. Pensioner ishlasa, pensiyasi butunlay bekor bo'ladi degan noto'g'ri tushuncha. Bu hamma holatda to'g'ri emas. Ko'p yoshga doir pensionerlar qonuniy ishlashi mumkin, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordamlar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlasam hammasidan ayrilaman deb qo'rqish ham noto'g'ri, ishlasam ham hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylash ham noto'g'ri. Har bir to'lov turi alohida tekshiriladi. 8-nozik masala. Pensiyani boshqa odam nomiga o'tkazish. Ba'zan onamning pensiyasini mening kartamga tushirib beringlar degan murojaatlar bo'ladi. Odatda pensiya pensionerning o'z nomidagi hisobga tushishi kerak. Vakil esa qonuniy asos bilan olishi mumkin. Boshqa odam kartasiga o'tkazish keyin aralash pul oqimlari, qarzlar, aliment, bank blokirovkasi yoki sud ijrosi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Pensionerning puli pensionerning o'z hisobida bo'lgani yaxshi. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, pensioner o'z pensiyasi qaysi asosda tayinlanganini bilsin. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, qo'shimcha ustamami? Har birining sharti boshqa. Agar hujjat uyda bo'lmasa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya turi va hisob-kitob bo'yicha ma'lumot so'rash kerak. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, ishonchnoma, FHDG hujjatlari alohida papkada saqlansin. Ko'p oilalarda eng katta muammo hujjat yo'qolganidan boshlanadi. Hujjat yo'qolsa, odam o'z haqini isbotlashga ko'proq vaqt sarflaydi. 3-qadam. Agar pensionerning hayotida muhim o'zgarish bo'lsa, bu haqda vaqtida xabar bering. Masalan, doimiy yashash joyi o'zgardi, xorijga uzoq muddatga ketildi, nogironlik guruhi o'zgardi, farzand o'qishini tugatdi, ishga kirildi. Pensioner vafot etdi, vakil o'zgardi. Bunday holatlarda keyin bilib olishadi deb kutmang. O'zingiz murojaat qilsangiz, keyingi muammolar kamayadi. 4-qadam. Murojaatni og'zaki emas, yozma yoki elektron shaklda qiling. Tuman pensiya jamg'armasiga borganingizda ariza topshiring, kirim raqamini oling. May Tokkakubuz orqali imkoniyat bo'lsa, elektron murojaat yuboring. Arizada aniq yozing. Menga tayinlangan pensiya turi va miqdori bo'yicha hisob-kitobni tushuntirib berishingizni so'rayman. Yoki falon o'zgarish yuz bergani sababli pensiya to'lovlari bo'yicha qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Kirim raqami bo'lsa, keyin murojaatingizni kuzatish oson bo'ladi. 5-qadam, bank kartasi bo'yicha nazoratni yo'lga qo'ying. Pensioner imkon qadar SMS xabarni o'z telefoniga ulatsin. Agar telefon ishlata olmasa, ishonchli odam yordam bersin. Lekin har oy qancha pul tushgani va qancha ishlatilgani pensionerga aytilsin. PIN kodni hamma qarindoshga aytish kerak emas. Karta yo'qolsa yoki shubhali yechim bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib, kartani bloklash kerak. 6-qadam, ishonchnoma kerak bo'lsa, uni to'g'ri rasmiylashtiring. Notariusga borganda pensiya olish, bankdan pul yechish, pensiya bo'limida hujjat topshirish, ma'lumotnoma olish kabi vakolatlar aniq yozilsin. Muddati ham aniq bo'lsin. Ishonchnomaning nusxasini uyda saqlang. Muddati tugashidan oldin yangilashni unutmang. 7-qadam,
ortiqcha pul tushganini sezsangiz, yashirmang. Masalan, odatda 1 million 500 ming so'm olardingiz. Birdan 4 million tushdi. Yoki vafot etgan yaqin insoningiz kartasiga keyingi oy ham pensiya tushdi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l bankdan ko'chirma oling, pensiya jamg'armasiga boring. Mana shunday to'lov tushdi. Asosini tushuntirib bering deb yozma murojaat qiling. Agar bu qonuniy qayta hisob-kitob bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar xato bo'lsa, vaqtida to'g'rilanadi va keyin katta qarz yig'ilmaydi. 8-qadam. Pensiya miqdori kam ko'rinayotgan bo'lsa, qayta tekshirtiring. Ish staji to'liq kiritilganmi? Ish haqi to'g'ri hisoblanganmi? Arxiv ma'lumoti yetarlimi? Imtiyozli staj bo'lsa, u inobatga olinganmi? Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshirishi mumkin. Masalan, odam 1995-1995 yillarida yugurma osh bilan ishlagan, lekin hujjat topilmagani uchun pastroq hisoblangan. Arxivdan tasdiq olinsa, qayta hisoblashga asos paydo bo'ladi. 9-qadam. Oilada pensioner puliga munosabatni kelishib oling. Bu juda amaliy gap. Agar ona yoki otaning pensiyasi uy xarajatlariga ishlatilsa, hamma farzandlar buni bilsin. Kim dori olib berdi? Kim kommunal to'ladi? Kim naqd pul oldi? Hammasi ochiq bo'lsin. Shundan keyin pensionerning puli qayerga ketdi degan og'ir gaplar kamayadi. 10-qadam. Shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, hujjatni tezlashtiraman. Falon odam orqali hal qilamiz degan gaplarga ishonmang. Rasmiy yo'l bor. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, May.Buz, arxiv, notarius, bank. Hamma to'lov, ariza va javob imkon qadar rasmiy iz bilan bo'lishi kerak. Chunki norasmiy yo'l bilan qilingan ish ertaga pensionerning o'ziga zarar bo'lishi mumkin. Xulosa shuki, pensionerlarga taqiq deganda vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Qonuniy pensiyani olish mumkin, ishlash mumkin bo'lgan holatlar bor. Vakil orqali yordam olish mumkin. Bank kartasidan foydalanish mumkin. Lekin vafot etgan odam nomidan pensiya olish, o'zgarishlarni yashirish, noto'g'ri hujjat bilan to'lov olish, pensioner roziligisiz uning pulini ishlatish, muddati tugagan ishonchnoma bilan harakat qilish jiddiy muammoga olib keladi. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Har qanday shubhali vaziyatda pulni yechishga shoshilmang. Avval hujjatni tekshiring. Yozma murojaat qiling, bank ko'chirmasini oling va rasmiy javob talab qiling. Shunda o'zingizni ham, ota-onangizni ham, oilangizni ham keraksiz qarz va nizolardan himoya qilasiz. Sizning oilangizda pensiya olish, bank kartasi, ishonchnoma yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'p odamni katta muammodan saqlab qolishi mumkin.